aholimiz bu bayramni hali hamon nishonlamoqda, davom ettirmoqda. Timur Kapadze ana shu qahramonlarimizdan biri. Albatta yaxshi. Sergeyev hatto qancha soni ketdikmi? Mana tushdi. Hamma tabriklayapti uni. Kerak edi. Sergeyevga ham kerak edi. Bu gol juda ham zarur edi. Ozgina fursat bo'lsa ham ega bo'ldi va bundan maksimal darajada foydalanib ketdi. Ma'lum bir vaqt davomida mamlakatning eng oldin hujumchilaridan biri bo'lib turib, keyin qandaydir pasayish yuzaga kelgandan keyin mana bunday uchrashuvlarda gol urishi zarur va bu o'ziga o'zi ham yordam bergandek bir holat. Esingizdami? Eronga qarshi o'yinda mag'lubiyatga uchrayotganimizda urib ketgan gollari. Ana shunday darajadagi uchrashuvlarda gol urganligi muxlislarning ham unga bo'lgan ishonchini qaytaradi. Bundan tashqari o'zining ruhan tiklanib olishi uchun zamin bo'ladi. Xo'p, uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi mening nazarimda Eldor Shomurodov bo'lsa kerak. Har holda Sardor kiritilgan golda ham asosiy ishni qildi, chunki Bruno bu hali qalbsiz hisob edi. Ikkinchi golni urdi, bo'ldi, hamma masalaga nuqta qo'yildi. Bundan ruhlangan terma jamoamiz a'zolari 3-golni ham urishdi. Albatta, Dilshodbek hali aytib o'tganingizdek qiyin. Xo'jakbar ham zo'r o'ynadi. Azizbek Turg'unboyev ham butun jamoa zo'r o'ynadi, lekin baribir bu uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bittagina bo'ladi. Bugun variantlar ko'p edi. Bugun darhaqiqat variantlarimiz ancha ko'p edi. Ochig'i boya aytib o'tdim, o'zim uchun savolga javob topa olmadim. Kim yaxshi, eng yaxshi futbolchi? Ma'lum bir lahzalar bo'ldiki, Abbos Fayzullayev raqiblarni juda asabiylashtirib tashladi.